Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Farg'ona Oltiariqda oldi zinapoya quyib ketgandi. Bugun kelib apalkasini yechib berdi. Hozir u haqida ma'lumot berib o'taman. Bu Oltiariqdagi zinapoyamiz tashqaridan bo'lgan 9 pog'onali zinapoya. Aylanpa holatida bo'lgan. Mana darvozaga chiqib ketib qolmasligi uchun hovliga aylantirib qo'yganmiz. 14-30 lik zinapoya. Bizning ishlarimizga baho beraverasizlar. Rahlarni keltirib 10 metr plashatkasi bo'lgan. 5 stoka holatida turibdi. Orqa tomondan ham bitta tushib chiqishga xot qilib qo'yganmiz. Mana o'zingni ko'raverasizlar. O'rtadan chiqib tushish bor. Bu yoqda ham eshik bor. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab kimda kim zinapoyalari bo'lsa, telefon raqamini qoldiraman, aloqa chiqaverasizlar. Sifatiga garantiyasi bilan Xudo xolisa chiroyli qilib qo'yib beramiz. O'zinglar aloqa chiqaverasizlar. İşlerimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Toklarni keyin olib tashlaydi, o'zi uzum hosilni oladi deyishdi. Keyin olib tashlab, bega stashka bo'ladi, 7 metr stashkasi bo'ladi. Uni ham o'zimiz quyib beradigan bo'ldi. Hosillar bo'lishgandan keyin.